Dachamizdagi tush kuni chog'imizda kamginagina osh pishirib boshladik. Ovsinjonim mana choyxona palovni boshlavordi. Mana sergo'sht qilib, hamma yoq jiz-biz qilib, ishtahalarni ochib, yog'larni, go'shtlarni solib mana. Ovozim chiqishini qalay jissillasin, shuningina bo'lib. Pishsa go'sht mazza qilamiz endi xohlasa. Bizni kuzatishda davom eting. Chorvadagi yangiliklarda mazza qilganlarni sabzilar qanday kelib tushishlarini. Ishtahani ochadi osh paloviza Ovsinjon. Qo'lingiz gul, oshni ham boplab tashlaysiz hali siz. Faqat ko'mirni olib qo'yish esdan chiqib qoldi videoning chog'ida. Ana, malades. Tozasiz, zo'r ishlaysiz. Qani osh damlab tashlang qani. Lekin tagamasa kerak, gaz normada. Bu oshxonani chiroyligidan oshlar qiyin keladi ko'rib, ishtahani ochishni qilinglar. Xullas, kelinglar oshga hammalaring. Mana men Shakirovimga gap yo'q, lekin